Avval xabar berganimizdek, Uchqo'rg'on tumani Vatanparvar tashkiloti o'quv sport texnika klubida karting sporti bo'yicha O'zbekiston ochiq chempionatiga start berilgan edi. Turnirning final bosqichi murosasiz bahslarga boy kechdi va yakuniy natijalarga ko'ra O'zbekiston kubogi Namangan jamoasiga nasib etdi. Ushbu nufuzli musobaqa mamlakatimizda texnik sport turlarini ommalashtirish, yoshlarning tezkor fikrlash, aqliy va jismonan rivojlantirish, shuningdek, vatanparvarlik ruhini yuksaltirishga xizmat qiluvchi muhim sport bayramiga aylandi. Mazkur musobaqada Rossiya Federatsiyasi, Tojikiston hamda respublikamizning Xorazm, Buxoro, Sirdaryo, Namangan, Toshkent viloyati va Toshkent shahridan kelgan jami 85 nafar malakali sportchilar ishtirok etdi. Ular mikro, mini, super mini, junior, patriot, KF, KS sinflari bo'yicha o'zaro kuch sinashdilar. Har bir ishtirokchi uchun bu faqatgina tezlik musobaqasi emas, balki texnik tafakkur, sabr-toqat va jismoniy tayyorgarlik sinovi ham bo'ldi. Karting sport turi bo'yicha O'zbekiston kubogi musobaqasiga yakun yasaldi. Musobaqamiz sportchilarimizning murosasiz kurashlari orqali davom etdi. Musobaqalar 7 ta sinfga bo'lingan holda 50 dan ortiq sportchilarimiz shu O'zbekiston kubogi sohibi bo'lish uchun kurashishdi. Respublikamizning 8 ta viloyatidan sport klublari jamoalari ishtirok etishdi. Bu bilan karting sport turi bo'yicha 2025-yilga mo'ljallangan kalendar rejamizdagi musobaqalarga yakun yasaldi. Musobaqaning yakuniy natijalariga ko'ra, birinchi o'rinni Namangan viloyati jamoasi, ikkinchi o'rinni Toshkent shahri, uchinchi o'rinni esa Toshkent viloyati jamoasi qo'lga kiritdi. G'oliblarga Vatanparvar tashkilotining diplomlari hamda O'zbekiston kubogi tantanali tarzda topshirildi. Karting sport turi bilan 4 yildan beri shug'ullanaman. Bugungi musobaqa juda ko'p kurashlarga boy o'tdi. 1.5 oydan beri shug'ullanib musobaqaga tayyorlanayotgan edik. Mana musobaqa natijalari chiqdi. Respublika musobaqa bosqichida birinchi o'rinni qo'lga kiritdim. 2 kun davom etgan mazkur musobaqa nafaqat sportchilar, balki tomoshabinlar uchun ham unutilmas taassurotlarga boy o'tdi. Ta'kidlash joiz, karting poygalari yoshlar orasida texnik ijodkorlikni qo'llab-quvvatlash, ularni avtosportning sir-asrorlariga oshno etish, eng muhimi sog'lom turmush tarziga jalb etishda katta ahamiyat kasb etadi.